Ongingiz sizga qarshi o'ynayotganini bilarmidingiz? Har kuni bir xil takroriy xatolar, bir xil muvaffaqiyatsizlik va oxir-oqibat o'zingizga nisbatan norozilik. Sizga bu tuyg'u tanishmi? Xuddi ko'rinmas kuch sizni orqaga tortayotgandek. Bu kuch nima? Bu ong osti dasturlarimiz. Sizni boshqarayotgan siz emas, balki sizning ichki dasturlaringiz. Bu shunchaki falsafa emas. Har kuni qilayotgan harakatingiz, uyg'onish, o'zingizni tuta olmaslik, stress bilan kurashish, bularning barchasi ong osti o'rnatgan qoidalari asosida sodir bo'ladi. Oddiy vaziyat. Siz doim qiyinchilikdan qochasiz. Buni o'zgartirishni xohlaysiz, lekin yana eski yo'ldasiz. Sababi bolalikda sizga kimdir qiyin vaziyatdan qochish kerak deb yoki filmlarda yoki multiklarda sizga shu kabi harakatlar singdirilgan va bu endi sizning asosiy dasturingizga aylangan. Bu dastur qachon va qanday o'rnatiladi? Hayotimizdagi yolg'onlar, haqiqatni buzadigan dasturlar. Kitobning asosiy tezisi shuki, biz hayotni emas, balki ongimiz yaratgan yolg'onlarda yashaymiz. Siz o'zingizni zaif, qobiliyatsiz deb hisoblaysizmi? Bu haqiqatmi yoki ongingizdagi noto'g'ri dasturmi? Siz har kuni o'zingiz haqingizda noto'g'ri hikoyani takrorlaysiz va shu hikoya hayotingizni boshqaradi. Bu esa hayotdagi har bir muvaffaqiyatsizlikni mantiqiy va odatiy qilib ko'rsatadi. Kitobni o'qiyotganda bir savol o'rtaga chiqadi. Agar o'zimni o'zgartira olmasam, qanday qilib hayotimni o'zgartira olaman? Sizni cheklab turgan dastur bu haqiqat emas. Uni o'zgartirish orqali siz ham o'zgarasiz. Qanday qilib? Dasturni identifikatsiya qilish. O'zingiz haqingizdagi noto'g'ri hikoyani toping. Misol, men yangi odatlarni saqlay olmayman. Yangi hikoya yozish. Eski, noto'g'ri dasturni qayta dasturlash. Misol, har bir kichik muvaffaqiyat ham katta o'zgarishning bir qismidir. So'ngra takrorlash va mustahkamlash. Bu yangi fikrni har kuni o'zingizga eslatib turing. Ichki inqilob. O'zingizni boshqarishni o'rganing. Agar siz ichki dialogingizni nazorat qilsangiz, hayotingiz ham nazoratda bo'ladi. O'zingizni yengib o'tish uchun tayyormisiz? Bu kitobni o'qish oson emas, chunki har bir bob sizni o'zingiz bilan yuzlashtiradi. Ammo agar chin dildan o'zgarmoqchi bo'lsangiz, bu kitob sizga zarurdir.